Assalomu alaykum, kanalimizning a'zolari, YouTube, Instagram kuzatuvchilari. Xohlasa mana bugungi kunimiz ham nihoyasiga yetyapti. Bilganlar uchun, eslatma, bizlarni bilmaganlar uchun deylik, life hack. Xullas mana simli xomut. Eng arzon xomut. Buni aslida o'zi buni ishlatsangiz bu bo'lmaydi. Bu arzimagan narsa, chunki ishlamaydi, hech normal tortmaydi bu. Lekin bizga mana shu burchakni, mana shu bafiyada burchagini otib yuboradi. Mana shu yerda remont qilishga mana shu narsa rosa zo'r. Temirini uголок qilib, kichkina uголокcha qilib turib, mana shu burchakka payt qilib chiqasiz ichidan. Rosa zo'r ushlaydi. Men necha yildan beri shuni foydalanaman. Effekti zo'r, lekin arzon, material arzon. Hali kimdir haligi g'alvirni setkasidan foydalanadi, magnitofon kolomkasidan foydalanadi. Eng zo'ri mana aka. Любой avtozapchasida bor, arzimagan pul. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.